Vokzal 3 xona birinchi qavatda joylashgan alohida xonalar. Bu uyimizning kirish eshigi, uyimizning umumiy maydoni 70 kvadrat metr, mana shunday uzun hol bo'ladi. Xo'p, vokzalning qayerda desangizlar, bu eski Beeline'da orqa tomonda yoki bo'lmasa freskoni, hamma bilan fresko kafesi shuni orqasi bo'lyapti. Xonalar tuzilishi. Ikkita yotoqxona, mana shu birinchi yotoqxonamiz buni xohlaganlar bolalar yotoqxonasi qilib foydalansa bo'ladi. Ikkinchisini ham ko'rsatib chiqasiz. Bu ota-onalar yotoqxonasi. Ikkita balkon bor, mana shu birinchi balkonimiz, bu balkon esa domni oldi tomoniga qarab turadi, ya'ni podest tomonga. Chiroyli ta'mirdan chiqqan. Endi biz uyimizning mehmonxonasini ko'ramiz. Marhamat, bu uyimizning mehmonxonasi bo'lyapti. Pardalar bor. Qaranglar, ukrainsk pechkaga tochka qoldirib ketgan, bitta ukrainsk pechka qo'yib olamiz. Gaz, suv, svet endi bilasizlar, vokzal hududini aytib o'tirmayman, har doim bor bu yerda. Eshiklar NDFda. Xo'p, bu yerda ham sanuzillar alohida ekan. Devorlar dekor bo'lgan, kafel emas, faqatgina yoqdagilari kafelda. Endi oshxona tomoni menga yoqdi, men bu tomonlarni chiroyli qilib dekor plas qilingan, mana ko'rishingiz mumkin, zo'r. Va mana bu joyda siz stolovoy sifatida foydalanasiz, stol-stullar qo'yib, ovqatlanish joyi qilib olsak bo'ladi. Va ovqat pishirish joyimiz mana bu joyda ko'chgan mana. Kir yuvish mashinasiga joy qoldiryapti, gaz plita o'tishga oshxona mebellari va mana bu joyga esa xolodilnik, ya'ni muzlatgich qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ham eshigimiz bor do'stlar. Mana shu yerdan ko'rsating. Siz bu yerdan hovlicha qilib bemalol foydalanasiz bilan qo'shnilar agrotini ko'rsating. Mana unumli foydalanasiz. Xullas, mashina qo'yib qo'yishga yoki foydalanishga joy bor. Birinchi qavatda o'zining muxlislari bor. Men 2 ga 3 ga chiqmayman, oyog'im og'riydi, faqat birdan olaman deganlarga mana ajoyib variant. Samarqand shahar vokzal hududi mo'ljal eski Beeline yoki freskoning orqa tomoni 4 qavatli domni birinchi qavatida o'rtada bo'lyapti. Naqd va ipoteka asosida sotiladi. Narxi 58500, yana kelishtirib beriladi. 50% to'lov qilasiz, qolgan 50%ni bank orqali oyma-oy to'lab borasiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.